Qutulgan bolat. Al bak ola tunga yığılığı da Moşa xavf tüpeldin ahir gumran bol. Yüz Xo'janing besip girişiga haqiqatanmi Junguluqlarning zulmi sabab bo'lgan edi. Agar ular mushu voqeadan keyin kengchilik tadbirlarini qo'llangan bo'lsa, ehtimol ish yomonlashib, shu darajaga yetmagan va zo'rdan hokim huquq tutgan mezgildagidek o'z o'rnini mustahkamlab oladigan bo'ladi. Junguluqlar kengchilik qilishning foydasini bilmadi. Ular kundalik turmushdagi ishlarda odil xolis bo'lgani bilan o'z hokimiyatiga qarshi chiqqan kishilarga qilchilikmi insonparvarlik qilmadi. O'zlariga qarshi isyon ko'targanlik odamlarni qat'iy o'ltirmoqchi ularning ko'ngli arom topmadi. Manjular junguluqlar shunday bugungi qarab beqalim bugungi Uyg'urlar. Tarix bizga shuni o'qirdiki, har bir millatning taqdiri bir-biridan ancha farq qilinib ketmaydi. Junguluqlar isyankorlarga hech ikkilanmasdan eng pastkash shiorlarni qo'llanish orqali o'zining askariy kuchini to'liqladi. Sharafli shartlar bo'yicha taslim bo'lgan mudofaa qo'shinlarini rahmsizlik bilan qirib tashladi. Qurol tashlab, taslim bo'lgan Vangonglarni Beyjingga opirib darga osdi yoki qo'l putlarini sundirib, qiymi-chiymi qilib o'ldirdi. Bunda ishlar Jungo tarixida odatdagi bir ish bo'lib qolgan edi. Jungoning O'rta Osiyoni boshqarish tarixidagi ahvol xuddi shunday bo'ldi. Nima degan gap bu? Jungoning O'rta Osiyoni boshqarish tarixi deydi-ku. Shunda tarixim bor mumkin-a? O'rta Osiyoni boshqarish tarixida ahvol xuddi shunday bo'ldi. Biz mushu ishlarni hisobga olmaganda, nice chiroyli chizilgan bu suratga dog'larni yepib etishni bek xohlasaqmi, bu dog'lar ustida ozroqmi to'xtalmay o'tib ketishga haqqimiz yo'q. Bu dog'larning hammasini bir-birlab bayon qilib berganda, ondan junguluqlarning hukmronlik qilish usulini atrofli tushungili bo'ldi. Agar xalq qanoatlanmay va itoatchan bo'lgan bo'lsa, ularning bu hukmronlikdan manfaat ko'radiganligi shak shubhasiz edi. Junguluqlar o'z nasibasiga qanoat qiladigan itoatchan bir millatga 50 yil, hatto 500 yilgacha odillik bilan hukmronlik qilishni xohlaydi. Bu yerda to'xtadi vatandosh.